tufayli. Haydab ko'rmoqqa shansi yo'q otdilar. Hozir haydab ko'ramiz. Tak Nodir akam. Ma'lumotni ham bilmaylar-da. Ana. Oy. Sraz bosmay. Ha, sekin sal o'rganaylik. 1500 tot kuchi deylik buni. 1500 tot kuchunchi balonga sraz beradi-da tok. Ha, DVS'da sekin yani sraz beradi. DVS'dachi 8000 dan 12000 ni orasida, misol uchun 14000 gacha bo'lsa, mototsiklda 14000 ga sal ozgina qolgangacha beradi-da. O'sha 12000 dan 14000 gacha oborotga kelganda maksimal not kuchini beradi. Shunaqa oborot, 13000 oborotdan keyin shu o'sha eng peak mощностьda tepada bo'ladi. Pastda misol uchun 1,5 tot kuchli mashinani pastdagi oboroti 8 tot kuchi bo'lar, 9 tot kuchi bo'lar, keyin уже tepada 1,5 ta uyg'onadi-da, misol uchun DVS ga solishtirsak. Bunda bitta gazni bossanglar 1,5 tot kuchi bittada uyg'onadi-da. Tok farqi shunda, o'shaning uchun tok moshina yuryapti-da. Bittada shu ashinasi bossomman hozir remli bor. Keturing, bosing. Voy bilan. Silot. O'zi bor. Mototsikl bilan mashinani solishtirganda mashinada katta-ku 4 ta balon skorost seziladi-da. Menga o'zimni shunaqa. Mototsiklda qo'rqmayman bosishga. Mashinada qanaqadir cho'chitadi-da, oynani ochmasam ozgina istivordi buni. Energiyasi. Fikringiz prosta, qanaqangi haqiqatan kuchli. Вообще jinnonki. Ko'plarni yo prosta odamlar atinglar baqirtirasan, o'zing qirasan. Prosta mototsiklga shansi yo'q dedilar-da. Hozir haydab ko'rdim. Shansi yo'q demayman, lekin вообще jinni apparat ekan bor-u. Endi oladi yoki bu oladi deya olmayman, faqat poygada bilsa bo'ladi menimcha, lekin men o'ylaganimdan ancha kuchli ekan bu mashina. Nodir aka, hozir yana polniy ot kuchli yurmadimi ama? Maksimali 1200 qo'yib berdim. O'zi batareya ekan. Ha. Ishqilib. Men haydagan mashinalarim ichida eng tezi mana mana shu mashina bo'ldi.